BNG Productions namoyish etadi. Umid uchquni. Gans Christian Andersen ertagi asosida. Hamma narsa tayyormi? Ha oyijon, hammamiz poyabzalimizni taxlab qo'ydik. Qani ko'raylikchi. Mana bu ortiqcha shippa kimniki? Meniki. Qorbobo aldaganimizni bilib o'tiribdimi? Bolajonim Pol, aldash yaxshi emas. Qorbobo baribir bilib qoladi. Men bo'lsam, u sezmaydi deb o'ylagandim. Yaxshilab eshitib olinglar. Ertaga yangi yil va sizlarni ajoyib sovg'alar kutmoqda. Ha oyijon, chunki biz ko'p mehnat qildik. O'qishimiz ham yaxshi, ustozlarimiz ham mamnun. Hammasidan xabarim bor, lekin ba'zi bolalarda shunday imkoniyat yo'qligi haqida ham o'ylab ko'ring. Ha, hamma ham biz kabi hashamatli uyda yashayotgani yo'q. Hozir ochna har sovuqdan titrab turishim mumkin edi. Qor yog'ishini qarang. Mana bu gugurtga qarang. Bugun sizlarga gugurt tutgan qizaloq haqida gapirib bermoqchiman. Gugurt sotib olinglar, iltimos. Gugurt sotib oling. Rahmat qizaloq, keyingi safar. Qaysi beraxim shunday sovuqda uni ko'chaga chiqardi? Ishing bo'lmasin. Gugurtlar ham nam tortib qolgan bo'lsa kerak. Qani yur. Janob, sizga gugurt kerakmi? Kerakli narsalarni olib qo'ydim. Yangi yilni yaxshi kutib oling, janob. Siz ham xonim. Rahmat qizaloq, omon bo'l. Xo'sh qizaloq, savdo yaxshimi? Yo'q, janob. Bir dona ham sotolmadim. Buning ustiga kun ham sovuq. Bu yerda uzoq turma. Menga bitta gugurt ber, xotinimga olib boraman. Minnatdorman, janob. Lekin agar mumkin bo'lsa, yana ozroq sotishimga ruxsat bersangiz. Ha, tushundim. Chiroqqa yaqinroq turmoqsan. Agar senga ruxsat bersam, ishimdan ayrilaman. Men hech ham buni istamayman. Lekin ko'chadan do'konni tomosha qilishing mumkin. Janob, biram iltifot sizga. Omadingni bersin. Yangi yil muborak. Voy, mening gugurtlarim. Salom qizaloq. Shamolni qara. Mana seni gugurtlaring. Rahmat, msye. Bechora qizcha. Ha, juda achinarli hol. Qo'lim ham ketdi. Hech narsa ko'rinmayapti-ku. Gugurt yoqsamchi? Dommage, tout le monde est déjà en train de dormir. Mais il me fait signe d'entrer. Bonsoir. Salom go'zal qiz, sen kimsan? Shunaqa qattiq sovuqda ko'chada nima qilyapsan? Eh bien, je suis Emma, la petite marchande d'allumettes. Salom, Emma. Men Pinokyoman. Bu esa meni dunyoga keltirgan otaxonim Giuseppe. Eh bien, bonsoir, Salom, Pinokyo. Regardez, Hozir gugurt je vais yoqishim bilan craquer une allumette atrof sur la yorishadi. lumière. Il fait un Bu yer peu sombre qorong'i par ekan. Ehtiyot bo'l. Pinokyo yog'ishtanligini bilasan, a? Et si on allumait les bougies, ça donnerait une atmosphère de fête. Qu'en pensez-vous? deysizlar? To'g'ri, keyin ozgina isinib ham olamiz. Gugurtingdan
Menga ham ber, senga yordamlashaman. Olov bilan o'ynashma, Pinokio. Kuyib qolasan. Siz menga hayot berdingiz, lekin endi yosh bola emasman. Mustaqil fikrlashga haqqim yo'qmi? Bu mahmadanani gapini qarang. Shunaqa yamroq ketishkim kelyapti. Avval musiqa bo'lsin. Men bilan birga raqsga tushasanmi, Pinokio? Ha, albatta. Pose ta main sur son bras. Quand c'est tes mains qui te montrent le pas, Pinocchio, tu n'es plus de toi. Les yeux sont pleins de lumière. Il y a du rêve dans l'air. Le monde tourne, ou bien c'est toi. Tant pis pour les faux pas. Valsons chanter, si tu pouvais ne t'arrêter jamais. Qanday ajoyib. Qani, ketdik Pinokio. Qo'rqmang, Juzeppe, ozgina aylanib kelamiz. Undan xavotirlanmang. Voy qiz, unutma, men aqlli qo'g'irchoqman. Tashvish chekma. Men nimalar deyapman? Ha, to'g'ri, sen aqlli qo'g'irchoqsan. Lekin do'kon yonigacha seni qo'ltiqlab boraman. Chunki hozir sen uchun javobgarman. Meni ertaga kechqurun dasturxonga qo'yishmoqchi. Bechora ertaga kuning bitib dasturxon bezagi bo'lasan. O'sha sehrli olamni ko'rishni juda ham orzu qilaman. Shoshma. Nazarimda anavi katta uyda yashaydigan ayol bilan uning 3 farzandi ancha yoqimtoy, yaxshi odamlarga o'xshab ko'rinishdi. Ular meni silashganda qattiq ta'sirlanganimdan boshim aylandi. Qanday yoqimli damlari. Meni ham o'sha bolalarga sovg'a qilishadi deb o'ylagandim. Lekin likopchalarimning jarangi onasiga yoqmadi. Hay, do'kon yopildi deb o'ylagandim, lekin Pinokioni ko'tarib olgan anavi qizcha kim bo'ldi? Voy Pinokio, sening joying vitrinada, Juzeppe yonida emasmi? Tanishing, bu Emma, u bizni qutlash uchun keldi. Emma, sen qayerdan kelib qolding? Salom, Roz. Men ko'chada gugurt sotayotgandim. Bu yerga Pinokio chaqirgani uchun keldim. Buni qara-ya, men Pinokioni baquvvat bola deb o'yladim. Roz, yorug'lik farishtasini chaqir. U Pinokioga kuch-quvvat baxsh etsin. U bugun kasal bo'lishi mumkin emas. Iltimos, yorug'lik farishtasi, bizga seni yordaming kerak. Pinokioga va boshqa o'yinchoqlarga ham kuch-quvvat baxsh et. Nima bo'ldi? Pul bilan bog'liq muammomi yo boshqa narsami? Meni kim chaqirdi o'zi? O'zing bir qara, bechora qiz Pinokioni jonsiz qo'rchoqdek ko'tarib keldi. Unga kuch-quvvat ber, toki yangi yilni kutib olishga madori yetsin. Juda ko'p narsa talab qilyapsiz. Axir unga Juzeppe qarab turibdi-ku. Iltimos, muruvvatli farishta, u ham biz bilan xursandchilik qilsin. Undan marhamatingni ayama. Yangi yil munosabati bilan ana shu go'zal qizchadan muruvvatingni darig' tutma. Yaqinroq kel, Emma. Senga bir narsa ko'rsataman. Sen gugurt sotasan, to'g'rimi? Ha, shunday yorug'lik farishtasi. Mana qarang, savatim to'la gugurt. Emma, diqqat bilan eshit. Oqshom sen har gal gugurt yoqqaningda hayot va quvvat bera olishdek sehrli kuchga ega bo'lasan. Rahmat, muruvvatli farishta. Lekin buni qanday qilaman? Bu juda oddiy. Rostini aytchi, sayrga o'zing bilan kimni olib ketishni istarding? Albatta Pinokioni. Yana do'stlarim maymun va g'ozni hamda askarchalarni. Ukam qanchalik yaxshi ko'radi. Mayli, Emma. Gugurtingga yoqsang, bas, orzuying amalga oshadi. 1, 2, 3. Sayr qilib kelaylik. Hozir ayni paytda o'zimni yaxshi his qilyapman. Unda ketdi. Marhamat, Emma, qo'g'irchoqlar namoyishini tomosha qil. Bu har kecha takrorlanadimi? Yo'q.
Faqat yangi yil kechasi. Ammo yana gugurtchoq do'kon qanday yashnab ketishini ko'rasan. Hammayoq yashnab ketdi. Ajoyib. Ha, chindan ham ajoyib. Qo'rqitib yubordim-da. Ha, u nodon. Bugun bolalar davrasida bo'laman. Bolalarni qo'rqitish gunoh. Buni hech ham kulgili joyi yo'q. Keyin eski yelpig'ichdan boshqa hech narsang yo'q. Iltifot nimaligini bilmaysan. Mushukni deb uyni tashlab ketdim. Sen bilan yovlash niyatim yo'q. Ana qarang, masxarabozlarimiz Tino va Toni. Xush kelibsizlar. Bundan chiqdi, agar gugurt yoqimli niyat qilsam, u amalga oshadi. To'g'rimi? Ha, shunday. Axir menga kuch-qudrat berding. Hammamiz sirtda bo'lib qolishimizni istayman. Afsus, ukam yonimizda emas. U askarlarni juda yaxshi ko'radi. Salom, mademoiselle. Salom, go'zal qiz, qalaysan? Salom masxarabozlar. Demak, sen hozir sirkka borishimizni istaysan, shundaymi? Ha, u yerga borishni juda ham istayman. Sizlarning chiqishingizni ko'rishni ham. Xo'sh, Emma, yana qanday qo'shimchalar bor? Qanaqa qo'shimcha? Sen gugurt sotasan yo yo'qmi? Ha, sotaman. Mana savat to'la gugurt. Juda soz. Unda biz bilan yur. Lekin Toni, axir bilasan-ku, kechqurun o'ziga xos tomosha bo'ladi. Albatta, lekin tashvishlanma. Emma bizga muammo tug'dirmaydi. Shundaymi, Emma? To'g'risi, sizlar bilan juda ham borgim kelyapti. Lekin biz bu yerdan ketolmaymiz, ammo Do'kondan qanday qilib chiqmoqchisan, Emma? Ana Zolushkaning aravachasida. Balki shunday bo'lgani yaxshidir, lekin bu uchun bir nechta gugurt cho'pini yoqishing kerak. endi hammamiz niyatimizga yetamiz. Qo'yil. Qani olg'a. Ça semble tellement fou de s'envoler ainsi. Comme un oiseau de nuit, tout paraît si petit. Même les grands boulevards désagréés dans cette immense ville pleine d'inconnus. Quand on a regardé toutes ces fenêtres, quand on s'est raconté qu'un jour peut-être la chance se tournera et que ce jour est enfin là. Ça semble tellement fou de voyager ainsi, tout entouré d'amis. On est arrivé Yetib keldik, Pinokyo. Oh, Do'stlar, yetib keldik. vaqtida yetib keldik. Marhamat tushinglar. Sizlar uchun ajoyib sovg'amiz bor. Qani, marhamat. Qo'yil. Qachondan beri shuni orzu qilardim. Shu yerda turinglar, biz borib tayyorlanishimiz kerak. Muhimi, Emma, savatdagi gugurtlarni ehtiyotla. Ular hali bizga ko'p kerak bo'ladi. Qara, Pinokyo, qanday ajoyib. Hozir nima bo'ladi, Emma? Bilmayman, ammo biz eng yaxshi joylarni egallaymiz. Hammaga salomlar bo'lsin.
Sirkimizga kelganingiz uchun sizlardan minnatdormiz. Hurmatli kattalar va bolalar, kutib oling, masxarabozlarimiz Toni va Tino. Marhamat, ularni olqishlang. Salom bolalar, men Tinoman. Unga quloq solmang. Tino menman, eng zo'r masxaraboz. Ishonmang unga, chunki Tino men bo'laman. Meni kiyimimni kiygani uchun o'zini Tino deb o'ylayapti. Nega unaqa deyapsan? Men o'g'irladimmi kiyimni? Yaramas qaroqcha. Yo'q, ko'zing yaxshi ko'rmaydi shekilli. Meni kiyimim qizil rangda. U semizligidan kiyimimni yirtib yubordi. Endi yaxshi ko'ryapsanmi men kimman? Ha mayli, sen yutding, lekin kiyimimni bu yoqqa ber. Endi aytingchi, bizni tanidingizmi tomoshabinlar? Ha! Emma, bizni kimligimizni ayt. Men faqat Tinoni ko'ryapman. Aqlga sig'maydi, Toni qani? Orqangda burilib qara. Bolalar, endi nima qildim? Usiz tomoshani tugatolmayman. Biz egizak aka-ukalarmiz axir. U orqangda turibdi. Ana endi Emma gugurchaq. Ukajon, qayerdasan? Shu yerda, yoningdaman. Lekin men seni ko'rmayapman. Men poshneni yonginasida turibman. Poshnamni? Qanaqasiga? Mana shunaqasiga. Bu ko'chmas ma'noda aytiladi. Tushundingmi? Bu mashhur ibora. Mashhur deysanmi? Bu bilan kiyim ham gapmi? Endi poyabzalni ham olaman demoqchimisan? Yo'q, albatta, gap shundaki. Ha, tushundim. Shunday qahraton sovuqda meni oyoq-yalang qoldirmoqchisan. Lekin tomoshabinlar bunga nima derkin? Meni tarafimni olisharmikin? Meni sharmanda qilmoqchisan shekilli. Qo'ysangchi, kiyimingni, poyabzalingni ham tortib olish niyatim yo'q, shunchaki kiyib ko'rmoqchiman. O'rniga o'rin, nima berasan? O'z pashmog'imni kelishdikmi? Juda soz. Ularni qo'lqop qilib kiyaman. Senga esa eslatmoqchiman, u qo'lqop emas, poyabzal. Poyabzal. Shunchaki aytgandim. Ha, mayli, seni kechiraman. Poyabzalingni ber. Senga nima degandim? Ana qo'lqop bo'ldi qoldi. Bolalar, siz nima deysiz? Bog'ichi. Ular nima deyishyapti, Toni? Buncha shovqin solib baqirishmasa, nima deyapsizlar o'zi? Bog'ichi. Bog'ichi. Xo'sh, meni egizak ukam, endi qalaysan? Boshmog'imni qaytar. Bizga yordamchi bo'lasanmi, Emma? Mayli, men roziman. Nima qilishim kerak? Eng muhimi, hayajonlanmasang bo'lgani. Yuringlar, arena o'rtasiga boraylik. Xo'p. Azizlar, mo'jiza yuz berishini istaysizmi? Ha! Xonimlar va janoblar, Yaxshilab quloq soling, xo'pmi? tanishing, bu Emma. U gugurt sotadi. Bu qiz keyingi tomoshalarimizda bizga yordam beradi. Qani olqishlaringiz.
Xonimlar va janoblar, Bolalar, siz bog'ishni ko'ryapsiz, a? Ikkita bog'ishni ko'rdingiz, a? Endi diqqat qiling. Emma, mana shu bog'ishlarni bir-biriga ulash uchun ularni boyla. Bo'ldi, tayyor. Tugunni hammaga ko'rsat. Menga ishoning, u mahkam boylangan. Endi esa bolalar, diqqat qilinglar. Emma qani boshladik unda. 1, 2, 3. Meni bog'ichimni qo'yib yuborasanmi yo'qmi? Bu meniki deyapman senga. Bas qil. Qo'yib yubor, qara, hammani ko'zi bizda. Bolalar unga aytinglar, bu meni bog'ichim axir. Mana bog'ichlarimizni oldik. Mana Bo'ldi. Hammaga rahmat. mana bog'ichlarimiz yana bizda. Yaxshilab eslab qol. Qush solingan katakni yopishim bilan gugurtni yoqasan. Qachonligini unutma, Emma. Yaxshilab tushunib ol. Xo'p, tushundim. Boshlayveringlar. Xo'sh, bolalar, tayyormisizlar? Ha! Ha! Endi qushlar g'oyib bo'lsin. 1, 2, 3. Ko'rdingizmi bolalar? Semiz to'ti g'oyib bo'ldi. Unaqa bo'lish kerak emas edi. Yordam bering. Hech narsani ko'rmayapman. Yordam beringlar. Bolalar, yordam bering. Mana sizga tomosha. Yoqdimi bolalar? Yordam beringlar. Menga yordam bering, iltimos. Iltimos. Uni qutqarish kerak. Sizlar nima deysizlar? Dino! Dino! Emma, yordam ber. O'zim eplolmayapman. Qani tort. Yordam. Yana ozroq. Rahmat do'stlarim. Hoy, qayoqqa? Shoshmanglar. Hoy. Xo'sh, Emma, sirk yoqdimi? Ha, monsieur. Lekin siz do'kon qorovliga o'xsharkansiz. Bo'lishi mumkin, lekin men Messie Loyalman. Ana qara, Caballero Trios kelyapti. Qanday ajoyib. Emma, aka-ukalar bilan ajoyib tomosha ko'rsatdinglar. Juda ajoyib. Bizni akrobatik nomerimizda qatnashni istaysanmi? Jon berdim. Lekin qanday qilib? Senda gugurt bor. Shuning uchun mash'alni yoqsang bo'ldi. Roziman. Qachon? Yur, arenaga chiqamiz. Tomoshabinlar seni tanishadi. Biz tayyorlagan tomosha senga yoqib qoladi. Men bir otdan ikkinchisiga sakrayman. Qani bo'la qolinglar. Vaqt bo'ldi, bizni kutishyapti. Marhamat, Messie Loyal. Pardani ko'taring. Xonimlar va janoblar, sizga gugurt tutgan qizcha Emmani tanishtirishga ruxsat bersangiz. Endi esa Caballero triosini taklif qilamiz. Marhamat. Seni navbating, Emma.
Emma, Emma, Emma. Gugurtlarni yo'q, hammasini. Emma! Gugurtlarni yoqishini istaymiz. Emma! Emma! Minnatdorman. Kel, Emmaga yordamlashamiz. Rahmat, lekin baribir hammaga yetmaydi. Emma, yana gugurting bormi? Ha, parda yonida qoldirgan fartugimda bor. Rahmat, hammangizga rahmat. Sizlarni yaxshi ko'raman. Yangi yilingiz muborak. Bu sehrgarlikdan ko'ra ancha yaxshiroq. Agar masxarabozlik qilmaganingda hozir boyib ketgan bo'lardik. Lekin bilasanmi, Tino, o'zingga bo'lgan ishonchingni ko'rib, ishni oldindan belgilab qo'yganmisan deb o'ylardim. Yo'q, Emma, menga ishon. Bunaqa narsani ataylab qilib bo'lmaydi. Birinchi marta shunaqa bo'ldi. Bugun maza qilib kuldik. Barchasi Emmani sharofati bilan yuz berdi. Rahmat senga, Emma. Aytarli narsa qilmadim. Tomoshabinlar ortiqcha baho berib yuborishdi. Yo'q, bularning bariga sen va gugurtlaring sababchi. Aytchi, Emma, endi nima qilasan? Bilmayman. Uyga qaytib borib, otamga pul berishim kerak. Bo'lmasa u ukam ikkimizni uradi. Nega uradi? Otang shunchalik toshbag'irmi? Uyga qaytishing haqida gap bo'lishi mumkin emas. Qayerda turishingni aytsang, borib ukangni olib kelamiz. Lekin otam bunga rozi bo'lmaydi. Qo'rqma, biz uni qondiramiz. Otamga pullarni olib borib berishim kerak. Unga bir savat pul olib borib bersak, xursand bo'lmaydimi? Yo'q, chunki otam menga bergan gugurtlari bir savat pul bo'lishiga ishonmaydi. Keyin bu pullar o'zingizga kerak bo'ladi. Quloq soling, menda bir taklif bor. Keling, bugungi kechamizga joziba bag'ishlagan Emmaga atab qo'shiq to'qiymiz. Emma, craque une allumette pour un feu de joie, pour un feu de fête. Douce Emma, tu n'as plus de mère, mais ton ange à toi, c'est la fée lumière. Ton papa n'a pas l'air sympa, mais si tu lui donnes tous ces sous qui sonnent, tu verras ce qu'il endurera, ça l'ennuie tellement, ses soucis d'argent. Douce Emma, toute cette nuit, ton étoile est là, toute réussie. Douce Emma, tu as si beau cœur tout autour de toi, tu parsèmes le bonheur. Douce Emma, craque une allumette pour un feu de joie, pour un feu de fête. Douce Emma, tu n'as plus de mère, mais ton ange à toi, c'est la fée lumière. Kelma, C'est moi. Menman, dada. eshik ochiq, kiraver. Nega kech kelyapsan? Emma, keyin bu odamlar kim? Eh bien voilà, Tanishing. je te présente Bular mes amis du cirque sevishlaydigan Mysterio do'stlarim, et Misterio va voici Pinokio. Ular nega kelishdi? Gugurtlar qani? Ularni sotdingmi? Père, j'ai Hammasini vendu. sotdim. Et voilà Mana le puli. résultat. Bugun yaxshi ishlabsan, qizim. Barakalla. Petit Pierre, Pierre, viens bu me voir. yoqqa. J'aimerais Seni te ular bilan présenter quelqu'un. tanishtirmoqchiman. Oh, O, Pinokio. Ko'zlarimga ishonmayapman. Salom, kichkintoy Piyer. Yer biz bilan borib o'yinchoqli vitrinalarni tomosha qilamiz. Nima? Shu mahalda-ya? Bu haqda gap ham bo'lishi mumkin emas. Qani bo'la qol, ishlaringni qil. Dada, oxiri gugurtlarni sotib keldim-ku. Keyin bugun yangi yil. Allez, viens. Yur ukajon, ketdik. Enfile vite. Kamzulingni kiyib ol. Men endi boyman. Barakalla Emma. Mayli, senga bugun ruxsat. Ouf, tous ces
Qanday yaxshi, mo'jizayam tugamadi. Ha, shunday. Yana nima bo'ldi? Ehtiyot bo'l, juda qo'polsan-da. Bu nimasi? Qalpog'im uchyapti. Voy, uni tutib oldim. Uni menga ber. Rahmat, amma. Mazza. Tutolmaysan, urolmaysan. Bu seni ishingmi? Bas qilinglar. Nima qilyapsizlar? Qo'y yetar. Qaranglar. Qorbobolar ayni paytida yetib kelishdi. Salom Qorbobo, bu hammasi bizgami? Albatta, Emma. Yangi yiling muborak bo'lsin. Emmani taniysizmi? Biz qorbobolar Emmani yaxshi taniymiz. Har yili sovg'a tarqatayotganimizda gugurt yoqib yo'limizni yoritadi. U juda mehnatkash, ko'ngli toza qiz. Qorbobo, bu oqshom biz hammamiz sizga yordam beramiz. Bugun senga yordam kerakmi? Albatta, bugun ish ko'p. Demak, men bilan Pinokio, maskarabozlar va Tino yordam berishadi. Yordaminglar uchun tashakkur. Xullas, bu oqshom ish qaynaydi. Shoshmanglar, Juzeppe otamga aytmasdan ketolmayman. Voy odamcha. Qara, otang uxlayapti. Uni uyg'otib nima qilasan? Yaxshisi Pierni yoniga o'tirib aravani haydaysan, xo'pmi? Bilasizmi, meni ham birortasi tanlashini istayman. Tashvishlanma. Bugungi sayohatimiz davomida o'zingga ma'qul uyni topasan. Kichkintoy Pier. Bu qutini senga ishonib topshiryapman. Ko'z quloq bo'lib tur, askarlar qochib ketishmasin. Xo'p, buvajon, ko'zdan qochirmayman. Ana, g'oz ham uyg'ondi. Uni nima qilamiz? Hayronman, u menga ketmoqchi emasman deyapti. Ertaga uchrashuv bor shekilli. Qani yura qol. Bugun kechqurun ajoyib sayohatga chiqamiz. Omading bor ekan. Hech kim seni qozonga solmoqchi emas. Peshtaxtada do'stlarim bilan qolishni istardim. Bu yer sovuq ekan. Kuyinma. Senga yaxshi boshpana topdik. U yerda senga g'amxo'rlik qiladigan ajoyib bolakay bor. Endi yo'lga tushaylik. Shoshilishimiz kerak. G'ozni Emma, senga ishondim. Iya, sen ham borasanmi? Hali gugurting tugamadi deb umid qilaman, chunki Qorboboga ishonch yo'q. Axir qorong'u ko'chalardan ham o'tamiz. Qani aytchi, kim senga shunaqa dedi? Do'stim o'rdak aytdi. Kecha uni mo'ridan tushirgan ekansiz, sho'rlik tiqilib qopti. Yaxshi ham uni qutqarishibdi. Bechora hamma yog'i qora kuyaga belanib qaytib keldi. Tavba. Shunaqami? Chakki ish bo'pti-ku. Lekin bugun va'da beraman, hammasi yaxshi o'tadi. To'g'rimi, bolalar? Ha, ketdikmi? Biz tayyormiz. Sovuq qotmaslik uchun yaxshilab o'ranib olinglar. Ana xolos, shunday bo'lishini bilgandim-a. Likopga tutgan maymun qani? Shu yerda. Qani hunaringni bir ko'rsatchi. Jonim bilan. Qani Emma, yo'lga tushishga buyruq ber. Do'stlarim, olg'a. Bizni yangi yil sarguzashtlari kutmoqda. Allez-y les reines, toujours plus haut. Les idées s'envolent et les cœurs espèrent. L'aventure est là, la vie est légère. Pour Emma, Hugo, Petit Pierre et Pinocchio.
crier Chico, le cri au cavalier. Allez les reines, au grand galop intégral, dans les nuages, traverser les jardins de neige, voyons les grands. Le sabot il se rappelle, allez les reines. Emma, hech narsani ko'rmayapman. Aravadagi fonuslarni yoqolmaysanmi? Albatta, Qorbobo. Rahmat. Ana endi chiroyli bo'ldi. Menga qara, Yugo. Ularni tartibi bilan o'rnashtir, xo'pmi? Xo'p bo'ladi, Qorbobo. Xavotir olmang. Sovg'alarni ulashish uchun men bilan pastga tushuvchilar bormi? Ha, biz bormiz. Bu bolaligimizni esga soladi. Ehtiyot bo'linglar. Bu yerda masxarabozlik ketmaydi, unutmanglar. Bu bolalar uchun, ha? Albatta. Sovg'a ulashish jonu dilimiz. Shuning uchun ham biz sizga yordamlashamiz. Ketdikmi, Toni? Ha? Voy, Qorbobo yordam bering. Masxarabozlar yiqilib tushdi. Eshityapsizmi? Hoy, artistlar, hozir hazillashadigan vaqt emas. Hali ishlarimiz ko'p. Yordam bering. Yordam bering. O'z akangga yomonlik qilayotganingni bilasanmi? Menda ayb yo'q. O'zing-ku qop ko'tarishga qo'ymagan. Yordam beringlar, yordam. Meni ushlama. Haliyam osilib turibsizlarmi? Bu qanaqasi? Shoshilmasak bolalarga sovg'a ulasha olmaymiz axir. Ataylab qilmadik, yuqoriga chiqmoqchi edik xolos. Qani Emma, endi seni navbating. Agar gugurt qolgan bo'lsa, yo'q. Ha, yana bir nechta qoldi. Qayerga ketyapmiz o'zi? Mana bu yerdagi bir nechta uyga kirib chiqsak bo'ldi. Qani masxarabozlar, ketdik. Faqat bu safar tomosha ko'rsatmang. Boshqa qaytarilmaydi. So'z beramiz. Sirg'anishga ustaligimizni ko'rdingizmi? Qani yigitlar, ketdik. Menga qaranglar, yigitlar. Tovush chiqarmay mo'ri yoniga boramiz-da, undan pastga tushiramiz. Avval mana ularni kiyinglar. Kel Emma, yordamlashib yuboraman. Bolalar juda ham xursand bo'lishsa kerak-a? Ha, bu kecha sen bilan birgaligimizga xursandman. Men ham, Yugo, bilasanmi? Seni yaxshi ko'raman. Men ham, Emma. Endi yura qol. Yugo, qara, Isidora bilan Berta uzoqlashib ketishibdi. Bolalar, shoshilinglar. Bo'lmasa ulgurmaymiz. Endi Emma fonuslarni yoqish kerak. Qanday ajoyib! Qani ketdik. Bolalar, hammangizni tabriklayman. Shu paytgacha bunaqa qiziqarli sayohatga chiqmagandim. Endi har biringiz sovg'a olasiz. Ertaga bolalar boshmog'i ichidan sovg'a topishadi. Meni-chi? Qorbobo, meni unutdingizmi? Ochig'i, sen haqingda eshitmagandim. Sen ro'yxatda yo'qsan. Bu yil quloqsiz bola bo'lgan ekansan-da. Mayli, senga sovg'a beraman, lekin esli bola bo'lishga va'da ber. Rahmat Qorbobo, va'da beraman. Bu hayotimdagi eng quvonchli kundir. Azizim Piyer, qutini olishing mumkin. Ular ham shuni kutishyapti. Buni qarang,
Askarlar qachondan beri buni orzu qilardim-a? Qutida qimirlashgani esingdami? Ular menga sen bilan ketmoqchi bo'lganlarini aytishgandi. Emma, qara, ular qutidan chiqishyapti. Rahmat, Qorbobo, ajoyib sovg'a. Qorbobo, Emma. Endi esa do'stlarim, chin dildan Emmani olqishlashingizni istardim. Emma! Axir olqishlaydigan hech nima qilganim yo'q-ku. Mana azizam Emma, bu hurmatimiz belgisi. Men hech narsa qilmadim. Hammasi gugurtlar tufayli. Qani Emma, qutini och. Voy, buncha chiroyli. Oddiy gugurt sotuvchi qiz uchun bu juda qimmatli qiladi. Hechamda, u senga juda yarashdi. Endi bu seni sahnaviy libosing bo'ladi. Sahnaviy libos? Bilasanmi, Emma, truppamizda paydo bo'lishing bilan mo'jiza yuz berdi. Sen yangi yil tomoshasiga joziba baxsh etding. Shuning uchun ham Pyer bilan seni sirkka ishga taklif qilmoqchimiz. Rostdanmi? Hayvon o'rgatuvchilar, akrobatlar, masxarabozlar. Ha, shunday. Sizlar bizga keraksiz. Endi birga ishlaymiz. Doim sizlar va Pyer bilan birga bo'lish, tomoshalarda ishtirok etish qanday baxt. Lekin qo'limdan kelmaydi. Qo'rqma, o'zim o'rgataman. Keyin yoningda gugurting ham bor-ku. Lekin otam nima deydi? Rozi bo'lmaydi. Jahli chiqadi. Ishonchim komil. U yaxshi hayvon o'rgatuvchi bo'ladi. O'zing nima deysan, bolakay? Pyerni aytyaptilarmi? Albatta, Pyerdan zo'r hayvon o'rgatuvchisi chiqadi. To'g'rimi, Pyer? Ha, chunki men yo'lbars, sher va boshqa hayvonlarni yaxshi ko'raman. Qani Emma, agar yoningda gugurt qolgan bo'lsa, uni yoq. Bugun shu yerda Misterio sirki binosida yangi yilni nishonlaymiz. Omadimiz bor ekan, faqat bitta quti qolibdi. Iltimos, hammamiz uchun bittadan yoq. Ukam Pyer, do'stlarim Yugo, Barto, Isidora, Toni, Tina uchun kirib kelayotgan yangi yil barchamizga omad keltirsin. Qorbobo ketdi. Biz orzu qilgan hamma narsa bor. Xuddi ertakdagidek. Rahmat, Qorbobo. Ha ha.